Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozirda biz Qo'qon qishlog'idagi tungi fonimizni bitkazib egalarga topshirdik. Ko'rib baho beringlar. Bu yer hozir biz 58 millionga fonni bitkazib berdik. 58 million ichida nima ishlarni qilib berdik? Shu tungi foni bo'ldi. Bu tomon ko'cha tomini ko'tardik. 40 sen 50 sen ko'tarib asta qilib berdik. Shiferni olib, starpilni polni uzib tashlab, boshdan terib ko'tarib qilib berdik. Endi bu tomon garaj xonalar bo'lgan. Ichkarilar. O'sha summaning ichida mana gipsokardon ishlari ham bo'lgan bu yerda. Bu yerni bitkazgan ustamiz Rahmatullohxon o'z jamoalari bilan bitkazganlar. Bu kishi o'y egalari. Bizning xizmatimizda kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, zo'r akamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa qo'llangancha chiroyli qilib bitkazdik. Bizning ishimizdan mamnunmisiz? Zo'r aka, rahmat aka, tengingiz sog'. Qilgan ishlarimizni ko'rib, baho berib qo'yinglar. Podpiska bo'lish ham esdan chiqmasin. Qolganini videoda ko'rib Qolganini video davomida qo'yamiz, xudo xohlasa.